Xo'p, hammaga salom. Sizlar bilan yana Javohir. Nexia 3 kulchatorida terishga ko'pchilik qiynaladi. Chunki zavodskiy avtomatga bir dona diod bo'ladi, mexanikka bo'lmaydi. Liskilariga. Xo'p, buni eng oson yo'li terilishi mana shunday. Donalik diod qo'ysanglar, kabel ko'payib ketib qoladi. Hammasidan plus minus yana qarshilik 1 kilomlik bilan chiqib ketish kerak bo'ladi. Kabel ko'payib ketadi. Normal tabloga ishlatilayotgan 5 metrlik dioddan yaxshisidan 151 qarshilikligidan olib plusini plusga, minusini minusga berib, tomondan plusini plusga, minusini minusga berib chiqib ketish qilsanglar, bor yo'g'i 2 dona kabel borib, mana shuni plus minusiga ulab qo'ysanglar, chiroyli chiqadi. Ham buni bundoq qilib qo'yganimiz bir-biriga qaratib, yorug'likni o'tkazib yormaydi boshqa joyga, faqat kulchatorda o'ziga beradi. Mana shu kulchatorda o'ziga beradi. Mana shunday bo'lib kulchatorda o'ziga beradi. Kabellarni ham ulab yana videoga qo'shib qo'yamiz. Qanday chiqqanini ko'rasizlar o'zlaring. Xo'p, bu tayyor bo'lgan varianti. Buni yoqib ko'rdik. Xo'p, liniyasini bitta ko'rsataman sizlarga. Shunday akkuratni qilib olib kelasizlar. Bundan men permechka berib 2 dona kabel chiqib ketadi-da, diodning liniyasi yo'linadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bitta yongan holatini ham qo'yib ko'rsataman sizlar uchun. Xo'p, mana bu yongan turishi ancha skromli bo'lib yonadi. Qolgan kichkina kulchatorlarni ham ko'rsatib beraman qanday qilib ulanish kerakligini. Bu ham xuddi shunday ulanadi, faqat liniyasini topib olsangizlar bo'ldi. Bizani kuzatishda davom etasiz. Like, podpiska isdan chiqmasin.